Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videoroligimizda buyrak kasalliklari, avvalambor buyrakning qanday vazifalar bajarishi hamda uning kasalliklarning kelib chiqishi, qanday faktorlar sababchi bo'lishi hamda to'g'ri tashxislash va davolash haqida to'liq batafsil gaplashamiz. Qani ketdik. Buyraklar odam tanasida qorin orqa qismida, qorin orqa bo'shlig'ida joylashgan juft a'zolar hisoblanadi. Demak, ularning vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, buyraklar organizmda o'ta muhim bo'lgan vazifalarni bajaradi. Demak, birinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, buyrak bu organizmdagi filtr vazifasini bajaradi. Ya'ni organizmda hosil bo'lgan barcha chiqindi mahsulotlarni o'zi orqali tashqariga chiqarib, peshob ko'rinishda organizmdan chiqarib tashlaydi. Ikkinchi vazifasi bu organizm uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni saqlab qoladi hamda suv tuz balansida juda ham muhim rol bajaradi. Sababi organizm uchun kerakli bo'lgan minerallarning bir qismini o'zida ushlab qolib, keraksiz bo'lgan minerallarni organizmdan chiqarib yuboradi va shu orqali organizmdagi suvning ham demak o'rnida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Tanamizda ba'zi kasalliklar bo'lgan paytda tanamizda suv yig'ilishi, badanda shish paydo bo'lishi buyrak kasalliklaridan dalolat beradi. Buyraklarning yana bir muhim vazifalaridan biri bu organizmda qon bosimini boshqaradi. Buyraklar organizm o'zidan renin degan gormon ishlab chiqaradi. Bu renin gormoni organizmdagi aldosteron degan moddani aktivlashtirib, butun organizmingizdagi, ya'ni periferik qon tomirlaridagi qon bosimini nazoratda ushlab turilishda muhim vazifa bajaradi. Yana bir muhim xususiyatlardan biri bu eritropoetin degan modda ishlab chiqarib, bizda qizil qon tanachalar, ya'ni eritrotsitlarning hosil bo'lishini ham aktivlashtirib turadi. Bundan tashqari, suyak va kalsiy moddalarini, ya'ni organizm uchun zarur bo'lgan kalsiy, fosfor minerallarining ham almashinuvida muhim rol bajaradi. Sababi hammamiz biladigan vitamin D ning aktivlanishi ham buyrakda kechadi. Shu sababli ham buyrak kasalliklari kechgan paytda bemorlarda oyoqlarda, bo'g'imlarda og'riq bo'lishi, badanda suv yig'ilishi bu kasallikning o'ziga xos bo'lgan belgilaridan biri hisoblanadi. Buyrak kasalliklarini ikkita guruhga shartli ravishda bo'lib olamiz. Surunkali buyrak kasalliklari va o'tkir buyrak kasalliklariga bo'linadi. Surunkali buyrak kasalliklari ko'pincha ular sekinlik bilan kechishi, o'ziga xos klinik belgilarning demak bo'lmasligi hamda bemorlarda bu kasallik jarayoni yillar davomida yuz berishi bilan demak o'ziga xoslanadi. Lekin o'tkir buyrak kasalliklari demak bular travmalardan keyin yoki organizmning kuchli zaharlanishlari holatlarida yoki kuchli qon yo'qotishlaridan keyin yoki organizmda isitma ro'y berganda, ta'sirlanishlar ro'y bergan paytda birdan ro'y berishi bilan kechadi. Bu holatlarda ko'pincha buyrak yetishmovchiligi yoki buyrakning o'tkir yetishmovchiligi natijasida organizmda zaharlanish, toksinlarning ko'payishi kabi belgilar birdan rivojlanadi. Shuni inobatga olgan holatda biz shu kabi kasalliklarni biz o'tkir kesuvchi kasalliklar deb ayta olamiz. Endi buyrak kasalliklariga olib keluvchi sabablar haqida gaplashamiz. Buyrak kasalliklariga olib keluvchi sabablar demak shartli ravishda keling shuni ikkiga bo'lib olamiz. Ya'ni inson ixtiyoriga bog'liq bo'lgan sabablar va inson ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan sabablar. Inson ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan sabablar haqida gaplashamiz. Bular irsiy faktorlar. Masalan, kimnidir ota-onasi yoki bobosida qaysidir buyrak kasalliklari bo'lib o'tadi va shu irsiy moyillik tufayli insonda shu kasallik rivojlanish ehtimoli yuqorilashadi. Masalan, amaliyotimiz davomida juda ko'pchilik kasalliklar, masalan, gemodializ seanslarini otasi yoki amakisi yoki bobosida o'tkazgan bo'lsa, kelajakda uni demak nabiralarida yoki evaralarda buyrak yetishmovchilik bo'lish xavfi yuqori turadi. Undan keyin qarilik bu ro'y berishi bilan ba'zi bir buyrak xastaliklari yosh o'tish bilan rivojlanishi mumkin. Undan tashqari semizlik hamda masalan qandli diabet, yurak qon tomir kasalliklari, ateroskleroz, ya'ni xolesterin qonda ko'payib ketish natijasida shu kasalliklar buyrak kasalliklarining demak rivojlanishiga sababchi bo'lishi mumkin. To'satdan masalan jarohatlar, travma olishlar. Demak, biz buni ixtiyoriy xohlamaymiz, lekin travma olish natijasida o'sha buyrakda o'tkir travmadan keyin yoki surunkali travmadan keyin buyrakda yallig'lanish kasalliklari va buyrak kasalliklarining rivojlanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Endi inson ixtiyori bilan boshqariladigan faktorlar bor. Ya'ni qanaqa faktorlar deyishimiz mumkin? Bular chekish, ya'ni gazirovanniy, ya'ni energetik ichimliklarni ko'proq iste'mol qilish hamda parhezni boshqara olmaslik. Masalan, ovqatlik kundalik ratsionimiz tarkibida juda ko'p kanserogen moddalar saqlovchi ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishimiz. Undan tashqari semizlik, kam harakatchanlik hamda bo'yoqlarga yoki
ish tartibimiz aylaylik, masalan, ba'zi holatlarda biz masalan zaharlangan zonalarda ishlashga majbur bo'lamiz. Lekin bu o'zimiz ixtiyorimizga bog'liq holatda. O'sha zaharlangan ixtiyoriy zonadan chiqib ketishimiz bilan organizmga tushadigan faktorlarni kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. Endi sizlar bilan buyrak kasalliklarining belgilariga to'xtalib o'tamiz. Buyrak kasalligining qanday belgilari bor? Demak, birinchi navbatda ba'zi bir buyrak kasalliklarining belgilari darhol namoyon bo'lmasligi mumkin. Shuni esdan chiqarmang. Buyrak kasalliklarining belgilari ko'pincha buyrak kasalligining buyrakdagi yallig'lanish yoki aytaylik buyrakdagi xastalanish kasalliklari 90% buyrak zararlangandan keyin yuzaga chiqishi mumkin. Afsuski, bizga ko'pchilik bemorlar oxirgi bosqichlarida murojaat qilishadi. Va yurtimizda, butun dunyoda har 10 ta odamdan bittasida buyragi kasallangan bo'ladi. Demak, buyrak kasalliklarining belgilari, peshobga bog'liq bo'lgan belgilarni birinchi ko'rib chiqamiz. Bu peshobda qonning paydo bo'lishi, peshobda rangining o'zgarishi hamda undan tashqari siyish jarayonida achishish, og'riq, tez-tez siyish hamda bel sohasida og'riqlar hamda siydikning ko'pirishi kabi peshobga, ya'ni siydik yo'llariga bog'liq bo'lgan belgilari bo'lsa, ya'ni organizmni kechadigan umumiy belgilar ham bor. Umumiy belgilar bu qon bosimini ko'tarish natijasida bosh og'rishi, ko'ngil aynishi, qusish, terilarda qichishlar, ayniqsa fosfor moddasining ko'payishi natijasida organizm terida qichishlar ro'y beradi. Sochlarning to'kilishi, tananing quruq bo'lishi, holsizlik, ishtaha pastligi, qorin dam bo'lishi, ich qotib qolishi, ko'ngil aynishi kabi belgilar bu umumiy belgilar hisoblanadi. Ko'pchilik holatlarda bu belgilar buyrakdagi, yuqorida aytgan belgilarim, bu belgilar ko'pincha buyrakning 90% zararlangandan keyin yuzaga chiqishi mumkin. Shuning uchun tavsiya sifatida bu kasalliklarni o'tkazib yubormaslik uchun 1 yilda bir martagina urolog yoki nefrolog qabulidan peshob tahlili, qonning biokimik tahlili hamda ultratovush tekshiruvdan o'tishni tavsiya qilamiz. Xo'sh, endi tashxislashga to'xtaladigan bo'lsak, qanday qilib uni to'g'ri tashxislab olishimiz mumkin? Albatta, 1 yilda bir marta urolog qabuliga borish, siydik analiz topshirish, ultratovush tekshiruvini o'tkazish talab qilinadi. Undan tashqari, buyrak kasalligining belgilari paydo bo'lishini oldini olish maqsadida hamda buyrak kasalligini erta bosqichda aniqlash uchun qonning biokimik tahlillari, mochevina kreatinini qonda, mochevoy kislotani qonda tekshirish, undan tashqari qonning quyuq suyuqligi, ya'ni koagulogramma tahlilini topshirish ham zarur sanaladi. Ba'zi holatlarda, masalan, buyrak kasalliklari rivojlanayotgan bo'lsa, peshobda oqsilning paydo bo'lishi ro'y bergan paytda biz maxsus oqsilni aniqlash uchun peshobda maxsus sinamalar o'tkazib ko'ramiz. Shunday sinamalardan biri bu Rayberg sinomasi, sutkalik peshobdagi oqsil miqdorini tekshirish hamda o'sha biokimik tahlillar bilan qondagi siydikdagi oqsil miqdorini tekshirib, o'zaro solishtirgan holatda biz buyrak kasalliklariga aniq tashxis qo'ya olishimiz mumkin. Ba'zi holatlarda tashxis qo'yishda ma'lumotlar yetarli bo'lmagan holatlarda esa, masalan, buyrakni tomografiyasi, ya'ni MCT tekshiruvini o'tkazishimizga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Hamda MRT tekshiruvlari, masalan, buyrakdagi ba'zi bir surunkali yog'lanish kasalliklarini tashxislashda esa biopsiya materiallarini olishga ham zarurat tug'ilib qoladi. Ya'ni buyrakdan ingichka linali biopsiya materiallarini olib, uni maxsus immunofluorescent yoki demak rangli mikroskopiya usullarida tekshirib, yallig'lanishning turini aniqlashga bizga yordam beradi. Va bu orqali biz qaysi dori vositalarini to'g'ri qo'llashimiz mumkinligi haqida ham ma'lumotga ega bo'lib, bemorlardagi buyrak kasalliklari, ya'ni buyrak yetishmovchiligini oldingi bosqichlarida to'xtatib hamda kasalni shu kasallikdan xalos qilishimizga yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Demak, davolashga to'xtaladigan bo'lsak, buyrak kasalliklarini kelib chiqish sabablariga ko'ra davolash ham individual bo'ladi. Hammaga bir xil qilinmaydi. Hozirgi kunda O'zbekistondagi urologlarning ko'pchiligi buyrak kasalliklarini davolashda Yevropa urologlar assotsiatsiyasi va hamda butun jahon nefrologlarining standartlariga asoslangan holda davolash chora-tadbirlarini o'tkazib turamiz. Demak, masalan, aytaylik, buyrak kasalligi qandli diabet tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, birinchi navbatda qonda qand miqdorini normallashtirish, parhezni saqlash hamda endokrinolog tavsiya qilgan dori vositalarini regular qabul qilish tavsiya qilinadi. Hamda bu qatorda qo'shimcha ravishda agar bemorda buyrak kasalligi tufayli qon bosimining ko'tarilishi yuzaga kelayotgan bo'lsa, gipotenziv dori vositalar, ya'ni qon bosimini tushiruvchi dori vositalarini berish hamda oqsil mahsulotlarni chegaralash, undan tashqari organizmda qonni suyultiruvchi dori vositalarni, sababi ko'pchilik buyrak kasalliklarida buyrakda qon aylanishini yaxshilash bu organizmda o'sha yallig'lanishning kamayishiga sababchi bo'ladi. Biz shuning uchun antiagregan dori vositalarini ham bemorlarga doimiy ravishda uzoq muddatga beramiz.
Hamda undan tashqari agar yallig'lanish bo'lsa, antibakterial dori vositalarini ham qo'llash, masalan, bakpassiv ya'ni siydik ekmalariga ko'ra bajariladi. Bundan tashqari bemorlarda agar zarur holatlar bo'lsa, masalan, qandli diabet tufayli buyrak yetishmovchiligining og'ir darajasi rivojlanayotgan holatlarda, zaruriy holatlarda ba'zan gemodializ seanslarini o'tkazishga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Juda og'ir darajalarda, masalan, buyrak transplantatsiyasi holatlarigacha ham olib borishga demak to'g'ri kelib qoladi. Buyrak kasalliklarining rivojlanishi, buyrak kasalliklari deganda biz aynan siytosh kasalliklari emas, ani buyrakda kechadigan yallig'lanish kasalliklari haqida bugungi videoni biz tayyorlaganmiz. Ko'pchilik uchun juda ham bu mavzu keng, aniq tushunarli ma'lumotlarni olishni agar sizda savollar tug'ilayotgan bo'lsa, meni o'zimga, ya'ni profilimdagi telefon raqamimga to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, bemorga tegishli bo'lgan holatni, analizlari, tahlillarini menga yuborsangizlar, men shuni ko'rib chiqib sizlarga o'zimning tegishli tavsiyalarimni demak beraman. Tavsiyalarimni onlayn konsultatsiyalarimni mutlaqo bepul qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Rossiyadanmi yoki chet davlatda yurgan birodarlarimizga ham ushbu videolarni yuborib qo'yishni tavsiya qilamiz. Sababi juda ko'pchilik insonlar, chetda ayniqsa yashaydigan insonlar urolog yoki nefrolog konsultatsiyasini olishga qiynalishadi yoki ularga borishga vaqt topisha olmaydi. Agar sizda yetarlicha ma'lumotlar bo'lmasa, ma'lumotlarni topshirgan holda mendan onlayn konsultatsiyalar olib, to'g'ri davolash yoki kasalliklarni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni birgalikda sizlar bilan amalga oshirishimiz mumkin. Shuning uchun sizlardan maksimal talab qilaman. Bu video nafaqat sizga yaqinlashib, balki begonalarga ham bu nafi foydasi tegishi mumkin. Shuning uchun izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirib, videoga maksimal like bosib tarqatishga yordam bersangiz, kasalliklarni tarqalishi, ya'ni oldini olishda ham sizning ham hissangiz qo'shilgan bo'ladi. Sog' va salomat bo'ling.